Hop, navbatdagi manzilimizga yetib keldik. Bu yerga 2 dona avtomatika darvoza o'rnatib beramiz avtoservisga. Joyimiz chiroyli qilib yo'llarga profil ham o'rnatib qo'yishibdi mahkamlagani. Hop, razmerlarni olib oldik. Bog' shamol oldidan o'lchadik Davronbek akani joylariga. Servis ekan bu yer. Bunda shunaqa servis, xonadon, ishxona, avtomatika darvoza xizmatkari bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasiz. Bugunga 3 ta razmerni o'lishga ulgurdik. Buxorodagi akamiz o'zlari razmerini o'lchab tashab berdilar. Imkon qadar ulgurganimizcha o'lchayapmiz. Qachonni yorug' joyga ham bordi. U yerga bugun ulgurmas ekanmiz. Akamizdan uzr so'rab qolamiz. Ertagalikka imkon qadar harakat qilamiz borib o'lchashlikka. O'rnatib berishda ulgurmayotgan joylarimizdan yana bir bor uzr so'raymiz. Xohlasa